Men bugun konga borishim kerak. Va bu qayerdan keldi? Men kechagina bu yerda hech narsani ko'rmagan edim. Kechagina bu yerda hech narsa yo'q edi. Qanaqasiga olmasdan uy. Men bu yerga ish so'rab kiraman va men ham boyib ketaman. Sumratlar, olmoslar, oltinlar. Shunchalik ham bor bo'ladimi? Hoy, sen kimsan? Nega mening kirkamni olding? Sandiqning ichiga solib qo'y. Bu meni kirkam edi. O'zim zo'rg'a olmos kavlab topganman. Men sizdan ish so'rab keldim. Ish bormi? O'zi menga bir xizmatkor kerak edi, endi sen menga xizmatkorsan. Hozircha men ishga ketaman, shuning uchun sen mashdagi hamma uyimni, joylarini tozalaysan. Xo'p. Mana shu qog'ozdami? Ha, o'shanda tozala. O'shanda tozala. Men Tozalashni boshladim. Qornim ham ochib qoldi. Mening ham qornim och. Sen mana tozalaymiz sekin-sekin. Do'stlar, bu boy ishga ketganda hamma narsalarni o'g'irlaymiz. Juda ko'pini emas, ozginasida. Ozginalar o'g'irlab chiqamiz. Bu ishga ketdi. Bo'ldi, biz artib bo'ldik. Endi boyni xonasini, sirli xonasini artamiz. Bu yerda qanaqa xona bor? Bu yer hech narsa emas. Men bu yerdan tushib ketaman. Bu yerda olmaydi. hoy kambag'al. Hoy, Sen ish bilan bandmisan? ha, sandiqning ichini tozalayotgan edim. Ha, shundaydi. Qanaqa yerlarni qilibsan? Ha, ko'p joyini toza qilib qo'yibsan. Senga mana shu narsalarni beraman. Men go'sht pishirib yeysan, bola chaqangga yedirasan. Va senga bitta izumrud, Bitta va 14 ta olmos beraman. O'sha 15 ta qimmatbaho buyumlar. Ular senga. Bugun ish haqi. bo'pti. Bora qol endi. Men shunchalik boyib ketdim. Bo'ldi, o'zimizning uyga ham o'tib oldik. Endi qattiq gapiraveramiz. Do'stlar, sirli joyimizga solib qo'yamiz. Endi men uxlab olaman. Do'stlar, turdik. Biz yana boydan ish so'raymiz. Balki yana ishlari bordir. Yana ish bormi? Bugun ham senga ishlar bor. Mana bu ochiq sandiqda ketmon bor. O'sha ketmonni ol. Oldim. Yer chopib,
Senda temir bordir. Menda yo'q. Men uyim qurilishiga ham boshqa joyga ham temir ishlatmaganman. Senda olmos kirka bor edi. Temir topib ol menga. Xullas menga sen bog' qurasan va eka sabzi ekishing mumkin. Sabzi ek. O'sha yerda bor. Men bo'lsa mana shu tomda dam olaman seni. Do'stlar, boyaga buyurtma ham tushib ketdi. Biz uyimizni oldiga ekanmiz. Shuning uchun menga paqir kerak suv solish uchun. Boy aka. Labbay. Paqir yo'qmi suv solishga? Yo'q, men paqir ishlatmayman. Men hozir paqir topib kelay. Do'stlar, mana qayerdan bo'lsa ham shunday paqirlarni boy akadan zo'rg'a so'rab oldim. Axir men sizga ishlayapman-ku, siz bersangiz nima qiladi dedim-da. Boy akadan oldim. Endi biz suv olamiz. Bu yer qurib qolgan bo'lsa-chi. Bitta qurib qolgan deb. Bu yerga suv olamiz. Bu yerga ekib chiqamiz. Endi boyaga kelamiz. Boy. Hey boy. Boy qani? Ana. Men qilib bo'ldim. Ko'rsataman. Boy meni o'yimdan nima qilyapti? Men seni uyingni tekshirdim. Men yovuzligimni bilib qolding. Men seni uying tagida oltin koni bor edi. O'shani olmoqchiman. Endi seni uying portlab ketadi. Men o'yimdan bor. Men o'yimdan qoch. Ha. Men yovuzman. Men o'yimda oltin kon borligini qayerdan bilding? Men bilib oldim. O'zimizni uyga kirib oldik. Bu boy. Bizni hech narsani bilmaydi deb o'ylayapti. Do'stlar, biz hozir zo'r narsa qilamiz. Boyning uyini portlashimizdan oldin biz undagi ko'proq narsalarni olib olamiz. Va endi biz sekin tashqaridan boshlaymiz. Boyning bugun achadi. Mening o'yimdagi oltin kunni bilib olgan. Bu yerda boy nima qilyapti? Axir men oltin kunimni qazyapti. Boy, senga xayr, o'yinga ham xayr. Boy hali o'lmadimi?
Ko'zim olib ketdim-ku. Do'stlar, boy bizdan qochmoqchi bo'lyapti. Uni o'yinni vayron qilishimiz kerak. Hali sen meni o'yinimni nima qilding? Axir o'zimni o'yinni keyin qurib olaman. Bu yoqqa kel, kambag'al. Do'stlar, hozir buni buning o'yini yo'q qilib yubordik. Meni o'yim yo'q bo'lsa ham oddiy loydan-ku to'g'irlab olaman. O'zimga hech narsa qila olmaysan. Men seni o'ldiraman. O'ldira olmaysan. Yo'q, qochma. Men seni ushlab olsam, rostdan o'ldiraman. Sen shunchaki galdir boshsan. Kuching yetsa menga yetib ol. Shunchaki bloklarni sindirib tashlayman. Ha 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 ha. Yovuzlik g'alaba qozondi.